Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hörmətli televizor görüşlər. Bu haftalik İstiqlal xəbərləri proqramımızı görüşünlərdən qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalğun. Hörmətli televizor görüşlər, aldığımız biz diqtanağa bu hafta huzuruna sunmaqçı olan xəbərlərimizin əsas məlumatını ötürməz. Diqtanada 12 noyabr günü İstanbulda tarixdə qurulan iki cumhuriyyətni xatırlaş fəaliyyəti ötküzüldü mövzulu xəbərimiz oldu. Şundaqla bu fəaliyyət dünyanın hər qaysı yerlərində Uyğur Cemiyetleri Teşkilatı tarafından ötküzüldü. Şundaqla yana Türkiye bilan Xitay arasındaki münasibətlerde köngülsüzlük görülməkdə mövzulu xəbərimiz oldu. Bunlar ma'lum bo'lgandek bir tarafdan yiqilishayotganda ko'rinayotgan Türkiye Xitay münasibati, yana bir tarafdan Xitoyning Türk fuqarolariga bo'lgan bu vizalarni qiyinlashtirishi bilan masala chiqarmoqda. 11-13 günü Şanghaydaki bir yarmankaga borgan 52 zavod korxona vakilleri öldürüp düşkən mehmonxonada Xitoylar tarafından avarchilik uchirgan. Shundaqla yana ikki davlat Xitoyga qarshi birlashdi mavzuli xabarimiz bo'ldi. Yaponiya bilan Hindiston o'rtasida imzolangan kelishimga qaraganda, Yaponiya atom energiyasini taraqqiy qildirishga tirishayotgan Hindistonni atom va harbiy texnikalarga munosabatlik yiqilg'u uskunlar bilan ta'minlaydiganligini qaror qildi. Bu va bundan boshqa xabarlarimiz diqqatinglarda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Sabir Buğra Xitoyning Turkiyadagi bosh konsuli bilan ko'rishdi. 11 günü Xitoyning İstanbulda turishliq bosh elchisi Chambo Turkiyadagi Uyg'ur savdogarlar birlashmasining mas'uli Sabir Buğra bilan ko'rishdi. Xitoy Tashqi ishlar bo'limi to'rbetining 2016-yili 11 ayning 13 kunidagi xabarda bildirishicha, 11 ayning 11 kuni Xitoyning İstanbulda turishliq bosh elchisi Chambo Turkiyadagi Uyg'ur savdogarlar birlashmasining mas'uli Sabir Buğra bilan ko'rishgan. Ko'rish jarayonida Chambo Sabir Buğra'nın Xitoy bilan Turkiya o'rtasidagi savdo munosabatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaganligini to'liq muayyanlashtirgan. Hamda Sabir Buğra'dan o'z afzalligini to'liq aktiv joriy qildirib, ko'p ishlab Xitoy bilan Turkiyaning har sohadagi savdo va do'stona aloqasini ijobiy ilgari surishini, mushaqqatlarni yengib Turkiyadagi sayohatchilarning yo'lliq huquq manfaatini qo'g'dashni umid qildiganligini bildirgan. Sabir Buğra'mın Xitoy bosh elchisining Uyg'ur savdogarlar birlashmasiga yaqindan ko'ngil bo'lganligi va qo'llaganligiga tashakkurini bildirgan. Hamda bundan keyin bosh elchi bilan aktiv moslashib, aloqador xizmatlarni rivojlantiradiganligini, Xitoy bilan Turkiya orasidagi savdo aloqa ishlarini taraqqiy qildiradiganligini, Xitoydan Turkiyaga kelgan Xitoy sayohatchilarining huquq manfaatini qo'g'dashga yordamlashadiganligini bildirgan. Mazkur to'rbati bildirilishicha, bu xabar Xitoyning İstanbulda turishliq bosh elchixonasidan ta'minlangan. Sabir Buğra'nın ilgirimi Xitoyning Turkiyaga kelgan har qaysi darajadagi rahbarlar bilan ko'rishganligi haqidagi xabarlar va ko'rinishlar axborotga oshkorlangan va dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarning ayiblashiga uchragan edi. Şu Xitoy Tashqi ishlar bo'limi to'rbetining 2016-yil 11-ayning 13-kunidagi xabarda biz shu yerdan oldik Xitoycha xabarda. Ama şu Turkiyadagi Sabir Buğra, ya'ni Turkiyadagi Uyg'ur savdogarlar birlashmasining mas'uli Sabir Buğra Xitoy konsuli bilan İstanbulda Chambo Sabir Buğra bilan shu ko'rishyapti bu yerda. Shuni qabul qilib, uningki Turkiyada elib berayotgan faoliyatlarini taqdirlab, muayyanlashtirib, shu Xitoy bilan Turkiyaning o'rtasidagi savdo munosabatlarini rivojlantirishda to'kpisini qo'shganligini deb maqtab nima qilibdi. Sabir Buğra Xitoy bosh elchisining Uyg'ur savdogarlar birlashmasiga yaqindan ko'ngil bo'lganligi, qo'llaganligiga tashakkurini bildiribdi. Ve bundan keyin yana butun kuchi bilan ishlaydiganligini bildirib hamda asosli qisqa bir mazmuni. 11 kun dunyoning har qaysi joylarida shu Sharq Turkiston Jumhuriyati qurilish kuniki dal harpisida shunday bir zil vaqtda bir ismi Uyg'ur bir Uyg'urniki Xitoy elchisi tomonidan qabul qilinib, shunday bir ko'rinishlarni berishi, sizce bunu qanday tushunish kerak? Uyg'urlar bir har bir normal bir chet elda yashayotgan bir Uyg'urga qanday bir tuyg'u berdi bu narsa sizce buni? Hem chet elda yashayotgan Uyg'urlar buni hamda to'g'ri ko'rmaydi. Bu ma'lum. Ama bu Xitoy chetdan deganda, misoliga abaydab o'tgandek, Turkiya agar bo'lmay qolsa, Xitoyninki shu Xitoydagi İpek yolu ters olurdu, ters günlere düşüp kalırdı. Türkiye'de özününki tesirini yetkiziş için Türkiye'ninki başka şu cemaat
bilan munosabatlarni yaxshi qurish lozim. Bunlarning orasida bo'lsa, shunaqa tijoriy bilan munosabatlik organlar bilan yaqin munosabat qurish. Hamda bu Xitoy uchun eng oson bo'lgan shu Sharq Turkistonlik bo'lgan ya da Xitoy bo'lgan, ammo Turkiyada faoliyat elib berayotgan va Xitoy Türk ticaretçilerinin uyuşması ya da cemiyeti degandek cemiyetler bilan yaqin munosabat qurib, bu yerda ta'sirini yetkazish. Ya'ni Xitoyning bir maqsadi bor. Ammo bu Sabir Chettin degan vaqtida balki o'zining tijoratini ravon qilishga bir maqsad qilgan bo'lsa kerak. Xo'sh. Çünkü Sabirmi ba'zi Uyg'urlar debdi, men Uyg'urning xoin emas, men bunday ishlarni qilmayman deb. Bunu mandaq masum o'ylashganda, xuddi bu yolg'izlar shu tijoriy manfaat uchun Xitoy bilan ko'rishayotganligini ifoda qilyapti. Xo'sh, xo'sh. Ammo bu Xitoy bilan ko'rishgachga Uyg'urlar buni qabul qilmaydi. Misol agar Rus bilan, Hindistonliklar bilan ya da Amerikalıklar bilan ko'rishsa, balki Uyg'urlar belki bunga norozilik ko'rsatmaydi. Tabii, tabii. Ama Xitoy bilan bo'lgandan keyin bu Uyg'urlar buni qabul qilmaydi. Chunki Sharq Turkistonda hozir nəhayət qiyin bir ahval var. Hem siyasi, iqtisadi, medeniyet, her sahada bir bisim var. Hazır tutulup ketken şundacık adamlar var. Burunğu siyaset bilan, dini bilan munosabatga adamni tutatdi. Hazır şu baylarını mı tutuyordu, yazgıcılarını mı tutuyordu, şairlerini mi tutuyordu, obzorcunu mu tutuyordu. Doğru. Hemmisini tutuyordu. Bunda bir peyde Sabir'in ki bunda görüşü ve bunu matbaatlarda ilan kılışı tabii bir ahvalda Uygurlarını narazılıkını peyda kılıdı. Doğru, doğru. Xitoy yuqori qatlam xodimlarini yezilarga avatmoqda. Xitoy doiralari har qaysi tarmoq o'rinlaridan asosliq 32 Xitoy yuqori qatlam kadrini 32 nuqtaliq nahiya shahriga muqimlik uchun mas'ul qilib vazif bilan tanlab avatgan. Tangritog' Uyg'urcha to'rining 11-oyning 16-kuni bergan xabarda Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistondagi partiya tashkilot bo'limi 15-noyabr kuni kadrlarni vazif bilan avatib chiniqtirish suhbat yig'ini ochgan. Hamda har qaysi tarmoq o'rinlar va pul muomala apparatlari Xitoy tarafidan nuqtaliq deb anga olgan nahiya, shahar, viloyat va oblastlarga tanlab avatiladigan kadrlarni yo'lga solgan. Bildirilishicha, yig'inda Xitoy tashkilot bo'limining boshlig'i so'z qilib, bu qatimqi nuqtaliq o'rinlarga xodim avatishning atalmish ijtimoiy muqimlik va abadiy aminlik bosh nishoniga yetish, buningga munosabatli xizmatlarni texmo aktiv ishlash va uni to'liq kapolatga ega qilishni maqsad qiladiganligini bildirgan. Xabarlarda ma'lum bo'lishicha, bu bir yil ichida Xitoy tajovuzchilari har qaysi tarmoq o'rinlaridan asosliq 32 Xitoy yuqori qatlam kadrini 32 nuqtaliq nahiya shaharga muqimlik uchun mas'ul qilib vazif bilan tanlab avatgan. Undan boshqa pul muomala apparatlaridan 21 asosliq Xitoy yuqori qatlam kadrini pul muomala xizmati uchun tövanga mas'ul qilib avatgan. Egallashlarga qaraganda atalmish namoratlarga yordam berish ijtimoiy muqimlik nomi ostida yuqori qatlam Xitoy kadrlarini tövanga cheniqishga tushirishi Sharq Turkistondagi bo'libmi yezilardagi Uyg'urlarga qaratilgan assimilyatsiya va qirg'in siyosatlarini texmo kuchaytirishni maqsad qilayotganligi, undan boshqa sodiqlik bilan xizmat qilayotgan kadrlarga gumon bilan qaraganligi sababidan bu o'rinlashtirishlarni elib berayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Uyg'ur korxonachilar Xitoy oqqullarga yordam berishga majburlanmoqda. Xitoy Xotanda milliy korxonalar kanitlarga yordam berish nomidagi atalmish millatlar ittifoqlashib bir oila kishilardek bo'lish faoliyatini qanot yaydirib, milliy korxonalarni Xitoylarga iqtisodiy yordam berishga majburlamoqda. Tangritog' to'rining bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy tajovuzchilari 11-oyning 13-kuni Xotanda korxonalar kanitlarga yordam berish nomidagi atalmish millatlar ittifoqlashib bir oila kishilardek bo'lish faoliyatini naq maydonda ilgari surish yig'ini ochgan bo'lib, bu yig'in 3 kun davomlashadi ekan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkistondagi Xitoy tajovuzchi doiralarining bu yig'inni Xotanda echishi, Xotandagi milliy korxonalarni atalmish Xitoylar bilan Uyg'urlar tuqqan bo'lish siyosatidagi namoratlarga yordam berish nomi ostida rayondagi oqqon Xitoylar bilan tuqqan qilish orqali u Xitoylarga iqtisodiy yordam berishga majburlashni maqsad qilganligi ma'lum bo'lmoqda.
Bu qitimqi yig'inda Xitoy tajovuzchilarining ilkida bo'lmagan yakki egilikdagi korxonalardan kanatlarga yordam berish turi bo'yicha maxsus faoliyatlarni uyushtirib, atalmish haqiqiy namoratlarni haqiqiy yo'lash nomi ostidagi mexanizmni korxonalarning ichki harakatlantiruvchi kuchi qilish, shundaqla bu namoratlarni yo'lash faoliyatini qo'shmoq tuqqan bo'lish siyosati bilan birlashtirish qatorliqlar talab qilingan. Berilgan xabarning mazmuniga qaraganda, milliy korxonalar bilan Xitoy oqqullarni qo'shmoq tuqqan qilish, bu korxonalarning oqqullarga har jihatdan yordamda bo'lishini amalga oshirish uchun yangi planlarni tuzish va uni ijro qilish maqsadida ochilgan bu yig'inda yana korxonalar bilan qo'shmoq tuqqan bo'lgan oqqullarning o'zaro bir-birini izlab ziyorat qilib turishi, umrlik rishta bog'lashi kerakligi o'ttirib qo'yilgan bo'lib, buning uchun Xitoy doiralari buningga qarata rahbarlik va ijroatni texmo kuchaytirganligi, ifodasi yaxshi bo'lgan aktiv o'rinda turganlarni mukofotlash va dog'dug'iliq tabriklash orqali ularni qo'llab va rag'batlantirib keng tashviqot faoliyatini elib borganligi bildirilgan. Xitoy axborotlarining berilgan xabarlarida ma'lum bo'lishicha, yaqinqi 2 oydan beri Sharq Turkistondagi 1666 shaxsiy egilikdagi korxona namorat deb anga elingan 826 kentdagi 16450 oilaga yordam bergan bo'lib, buning uchun 550 million Xitoy puli chiqim qilgan va 6 million Xitoy puli yordam i'onasi to'plagan. Kuzatuvchilar bu yordam va i'ona pullarining siyosiy vazifa sifatida Xitoy doiralari tarafidan majburiy elib berilganligini bildirishmoqda. İstanbulda tarixda qurilgan 2 Cumhuriyetni xotirlash yig'ini uyushtirildi. İstanbulga joylashgan Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining uyushtirishi bilan 12 noyabr 1933-yili Qashqarda va 1944-yili G'uljida qurilgan Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetlarini xotirlash faoliyati o'tkazildi. 12 noyabr kuni Uyg'ur xalqi qulluqdan, asoratdan va zulmdan qutulgan, o'z oldiga mustaqil davlatini qurib, e'lon qilgan tarixiy bir kundir. Bu munosabat bilan dunyoning har qaysi joylarida yashaydigan Uyg'urlar bu kunni xotirlab, har xil mazmunlarda tabriklash faoliyatlari o'tkazib kelmoqda. Shu jumladan Markaziy Istanbulga joylashgan Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining uyushtirishi bilan 12 noyabr 1933-yili Qashqarda va 1944-yili G'uljida qurilgan Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetlarini xotirlash munosabati bilan bir yig'in o'tkazildi. Yig'inga İstanbulda yashayotgan Uyg'urlardan 100 ga yaqin kishi qatnashdi. Yig'inga Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining bosh kotibi Abdulahad Abdurahmon riyosatchilik qildi. Yig'in kichik Shokichik Abdullahning Qur'oni Karim tilovat qilishi bilan boshlandi. Yig'inda oldi bilan Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatulloh O'g'izxon, jamiyatning bosh mufattishi Abdulhakimxon Mahsumajim, diniy olim İbrahim Damollam, Turkiyaning sobiq parlament a'zosi professor Jalal Arbay qatorliq rahbarlar tarixda qurilgan 2 Cumhuriyet to'g'risida ayrim so'z qildi. Yig'inda so'z qilgan Hidoyatulloh O'g'izxon tarixda qurilgan 2 Cumhuriyet to'g'risida fikr bayon qilib, mundaq dedi. Ustozlarga tekrar rahmat aytamiz, qaydan tashrif buyurgan ustozlarimizga. Bugun haqiqatan bu kunninki ahamiyatini idrak etadigan bo'lsak, biladigan bo'lsak, haqiqatan bir bayram. Bugun biz yo'qolayotgan aziyat va ishkence ichida Xitoyninki asarati ostida yashayotgan ve chet elda muhojiratni darbadar bo'lib yashayotgan bizdek bir millat, topluluk ve cemiyet uchun mushundaq bir esil alaydigan bir sho'ynining, bir yog'amchining bo'lishi bizni o'tmishimiz bilan, geçmişimiz bilan bog'laydigan bir vositaning, ko'rikning bo'lishi ve buningda menish sharafiga nail bo'lishimiz bu haqiqatan Alloh taolaning büyük merhameti ve ne'matidir. Bunu his qilganlar bilalaydi. Aziz muhterem qarindoshlar, birinci bo'lib Allohga shukr qilgan kishi, yani insoniyatga, kishilarga ihson qilgan kishilarga, yo'l boshlovchilarga, insoniyatning chiqishi uchun rahbarlik qilgan, yetakchilik qilgan, insonlarning foydasi uchun, dunyo va oxirat uchun harakat qilgan, xizmat qilgan kishilarni eslash, xotirlash va ularga shukran bildirish, teşekkür, minnettarlıkını bildirish Alloh taolaga shukran va minnettarlik bildirgan bilan o'xshash. Keyin Abdulhakimxon Mahsumajim 2 Cumhuriyetni qurgan ajdodlarni xotirlash, ularning ijobiy taraflarini ulgi qilish haqida to'xtalib mundaq dedi. Men aslida qarindoshlarim, agar mening taqdimning doirasida men orzu qilgandek bo'lsaydim,
bu tariximizde iki kıtım ecdatlarımız tarafından kurulan İslami Cumhuriyetini hatırlaş, şu İslami Cumhuriyetini kuruş katlaşkan ecdatlarının hakkında dua kılış, şularının iş izlerini anlaş, şu hakkında paranlaşıp olduruşlamaz, yeniden bir İslami hakimiyeti kurutkan sorun davet kıldı mesela. Bizim vazifemiz bu. Bu bizim vapa burcumuz. Aş ecdatlarının ötken hizmetlerini kadirleş, şularının icabi tarafını örnek kılış, bazı yetersizliklerden bir ders çıkarıp bunun dinki hizmet ceryanını da katılış. Bizim bu mecburiyetimiz. Biz şu kırındaşlar elbette karızda. Onların hakkında dua kılış, yaxşı izlerini muhakeme kılış, hakkında dua kılış bizim mecburiyetimiz. Aynı vakti ki Abdülkadir Damlı'nın onun dinki devrler olsun, bütün meselelerin hepsi sebep birkende. Sebep ne mi Abdülkadir Damlı'nın şu vakitten aynen hulasına oturup koyaptıken. Yani 100 yıldan keyin Şarkı Türkistan'dan nurgun profesör, doktoru çıkıp tetkikat ipbasan şu neticenin özgü bağıdak. Abdülkadir Damlı'nın Allah'ın katlık ızınıp diken, o hükümet öttü dünyanın getirlik, onun hile bunu oturup koygan fikiremde. Bir milletin ki har ve zebun buluşan bais nemadır sual koydum akaidi zaruriyeti gitti bu da. Bais işkiye devlik. Bir cehalet, ikinciden ittifaksızlık. Biz düşkün vakkan kısmet öz aynağın hazır mı? 33'te olsun, 44'te olsun, 60'larda olsun, onun dinki 90'larda olsun, hazırda olsun, bütün mağlubiyetin sebebi cehalet, ittifaksızlık. Eğer belki 33-44'lerden şu cehalet, şu ittifaksızlıktan kutlangan bolsan, belki bu kurulgan cumhuriyetini sakınıp kılışı mümkün. Yig'inda so'z qilgan diniy olim İbrahim Damollam ikki jumhuriyatni qo'rg'uvchi ajdodlar to'g'risida to'xtalib mundoq dedi. Bugun 1933 1944 11 ayning 12 kuniga to'g'ri kelgan ulug' ajdodlarimizning İslam Cumhuriyeti'ni kurgan bir günüdür. Hakikaten mi biz ulug'lash tegishlik, faxrlanish tegishlik ve ularning izida to'xtamay ularning tökkan qonlarini, terlerini o'zimizning mas'uliyati bilish sifatida o'zimizning mas'uliyatini ado qilish sifatida izidan minishimiz lozim bo'lgan bir kun. Keyin sobiq parlament a'zosi doktor Jalal Arbay ikki jumhuriyat haqida so'z qilib mundoq dedi. Bu dava bakın bir avuç insanla başladı. Yavaş yavaş 642'de Derbent Müslüman olmuştu. Derbent. Muhaçkale var ya bugün. Ve oradan Çin'e doğru gittiler. Birkaç asır sonra da Talas'ta buluştular. Bizimkilerle beraber. Talas'ta buluştular. Hıtay'ı mahvettiler. O zaman biz daha mı güçlüydük? Daha mı bilgiliydik? Daha mı uyanıktık? Rabbimizden ümidimizi kesmiyoruz. Kelime-i tevhid bu hilalde gizlidir beyler. Bu hilalde gizlidir. Üstelik kainatla bütünleşmiştir şu bayraktaki kelime-i tevhid, hilalle bütünleşen kelime-i tevhid. O gök rengi bütün uzayın, bütün alemin sembolüdür. 2 soat davom qilgan yig'in tamoq ziyofati bilan oxirlashdi. Sharq Turkiston İslam Cumhuriyatlari dunyoning har qaysi joylarida xotirlandi. İki Cumhuriyet tavalludiga 72 ve 83 yıl bo'lgan bu kunda dunyoning har taraflarida o'xshamagan shakllari bilan xotirlash faoliyatlari elib berildi. 1933 yılı ve 1944 yılı 11 ayning 12 günü o'xshash ay ve o'xshash kunda Qashqar ve G'uljini markaz qilib qurilgan Sharq Turkiston İslam Cumhuriyeti tajovuzchi kuchlarning hiyla-mekirlari va suiqasdlar natijasida
vaqtliq mavjud bo'lib turolmagan bo'lsa-mu, ammo u ikki jumhuriyatning shon sharafi va mavjudligi Sharq Turkiston xalqining qalbidan asla o'chgan emas. Sharq Turkistonning azaldan Xitoy kommunistlarining zimini emasligini, shundaqla tajovuzchilar bilan hech qachon birga emasligini butun dunyoga jakarlagan bu ikki jumhuriyatni qurg'uvchilarning bugungi izbosarlari ikki jumhuriyat tavalludiga 72 va 83 yil bo'lgan bu kunda dunyoning har taraflarida o'xshamagan shakllar bilan xotirlash faoliyatlarini elib bordi. İki Cumhuriyetni xotirlash faoliyatlari Germaniya, Norvegiya, Shvetsiya, Gollandiya qatorliq Yevropa ellaridan boshqa O'rta Osiyo Cumhuriyatlari, Turkiya, Kanada, Yaponiya va Amerika qatorliq ko'plagan davlatlarda har qaysi ijtimoiy tashkilotlar va shaxslar tomonidan o'tkazildi. Shvetsiyada Uyg'urlar madaniyat va o'qitish markazi ochdi. Shvetsiyaning markaziy shahri Stokholmning Ristada Uyg'urlar Stuqburaxan madaniyat va o'qitish markazi ochdi va markazning ochilish marosimida ikki jumhuriyat kunini xotirladi. Shvetsiya Uyg'ur ma'arif jamiyatining qo'llashi ostida Taklamakan Islom madaniyat jamiyati tomonidan elib berilgan ochilish marosimiga Shvetsiya Diyonat vaqfi maslahatchisi Mahmad Fatih Karaja, Shvetsiyadagi Yevropa Türk Demokratik birligining raisi O'zar Akan, chet eldagi turklar va qarindoshlar jamoati kengash a'zosi Rafat Jondemir, Taqvo jamiyati rahbarlik kengashi a'zosi Fatih Hamurju, Rikabi Islom madaniyat jamiyati raisi İlyas Ajarolib, Rikabi Masjid Diyonat mas'uli Vaysal Qilich, Tansta Masjid Diyonat mas'uli Yusuf Aydin, Stockholm Masjid mas'uli Mahmud Halfi, Finlandiya Uyg'ur madaniyat markazi bayonotchisi Tahir Hoji, Shvetsiya Islom jamiyatlari birligi raisi Muhammad Hassimi, Westrost Qozoq Islom Federatsiyasi bayonotchisi va undan boshqa Shvetsiyada faoliyat olib berayotgan Uyg'urlar qatnashdi. Faoliyatning ochilish marosimi Rikabi masjidining mas'uli Vaysal Qilichning Qur'oni Karim tilovati bilan boshlangan. Arqadan Taklamakan Islom madaniyat jamiyatining raisi Faruq Sodiq ochilish so'zi qilgan bo'lib, so'zida bu faoliyat orqali 1933 va 44-yillari o'xshash oy, o'xshash kun 11-oyning 12-kunida qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatini xotirlaydiganligini bildirgan. Faoliyatda Faruq Sodiq so'z qilib, bugungi kun Turk dunyosi tarixida eng muhim bo'lgan bir kun. Bugun 1933-yili Qashqarda e'lon qilingan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatimizning 83-yili va 1944-yili 11-oyning 12-kuni G'uljida qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatimizning 72-yilidir. 20-asrda ajdodlarimizning Sharq Turkiston uchun issiq qonlarini va aziz jonlarini fido etgan tangdasiz qahramonlik o'rnaklarini qoldirgan qutlug' bir kundir. Bugun faqat Sharq Turkiston uchun emas, balki barliq Türk dunyosi uchunmi intayin muhim bo'lgan bir kundir. Tariximizning bu muhim kunida Stuqburaxan madaniyat va o'gitish markazining ochilganligidan o'zimizni baxtli his qildik degan mazmunda so'z qildi. Undan boshqa Mahmad Fatih Karaja, O'zar Akan, Rafat Jondemir qatorliqlarmi muhim so'z qildi. Gollandiyada kuchlanayotgan Xitoy va Uyg'urlarning hozirgi ahvoli degan temada yig'in uyushtirildi. 13 noyabr yakshanba kuni Markaziy Gollandiyadagi Yevropa Sharq Turkiston ma'arif jamiyatining uyushtirishi bilan kuchlanayotgan Xitoy va Uyg'urlarning hozirgi ahvoli, Xitoyning Ipak yo'li strategiyasi, Uyg'urlarning chiqish yo'li qayerda qatorliq 3 temada ayrim to'xtaldi. 13 noyabr yakshanba kuni Markaziy Gollandiyadagi Yevropa Sharq Turkiston ma'arif jamiyatining uyushtirishi bilan 1933 va 1944-yillarda qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatimizni xotirlash munosabati bilan yig'in uyushtirildi. Yig'inga Gollandiyada yashayotgan Uyg'urlardan ko'p sonda kishi qatnashdi. Yig'inga Belgiyadan bir guruh Uyg'urlar kelib qatnashdi. Yig'in Husayn Tajalli Qarimning Qur'oni Karim tilovat qilishi va shahidlarning ruhiga atab duo qilish bilan boshlandi. Yig'inda oldi bilan Yevropa Sharq Turkiston ma'arif jamiyatining raisi Ubul Qosim Qarim ochilish nutqi so'zildi. Keyin Turkiyadan alohida taklif qilingan Turkiya Strategiya tushunchalar institutining tadqiqot mutaxassisi doktor Erkin Akram apandi so'z qilib, kuchlanayotgan Xitoy va Uyg'urlarning hozirgi ahvoli, Xitoyning Ipak yo'li strategiyasi, Uyg'urlarning chiqish yo'li qayerda qatorliq 3 temada ayrim to'xtaldi. Yig'in shu yer vaqti soat 15:20 da boshlanib, 20 gacha davom qildi. Yig'in oxirida doktor Erkin Akram yig'in ahlining
arqa-arqadan Uyg'urlar to'g'risida so'ragan savollarga atrofliq javob berdi. Türkiye Baş Ministeri Xitay Tashqi ishlar ministerini qabul qildi. Türkiye Baş Ministeri Binali Yildirim Xitay Tashqi ishlar ministeri Wang Yi bilan ko'rishdi. Türkiye Baş Ministerliği münasebetlik mənbələrdən elinğan xəbərlərə qaraganda, Türkiye Baş Ministeri Binali Yildirim Türkiye-Xitay diplomatiya ministerləri sözləşiş mexanizmining tunji yig'inning echilish munosabati bilan Turkiyaga kelgan Xitay Tashqi ishlar ministeri Wang Yi bilan ko'rishdi. Suhbat jarayonida Baş Minister Yildirim Xitay bilan yaqin munosabatlardagi hamkorlikning muhim ekanligini, iqtisodiy, tijorat va energiya qatorliq sohalarda bo'lingan hamkorliklarni kuchaytirish to'g'risida kuchlik irodaga ega ekanligini ta'kidlab o'tdi. Xitay Tashqi ishlar ministri Wang Yi mo Turkiya va Xitay orasidagi hamkorlikning qizg'in kayfiyat ichida yuqori bir saviyada ketayotganligiga, Xitay doiralarining mo ijobiy qarayotganligini, ikki davlat va rayon xarakterlik masalalarda o'zaro nihoyat yaxshi moslashishlarning bo'layotganligidan to'liq xursand va mamnun ekanligini bildirdi. Shundaqla Xitay axborotlarida Xitay Tashqi ishlar ministri Wang Yining Turkiya rahbarlaridan Turkiyada faoliyat olib berayotgan Sharq Turkiston kuchlarini bostirib berishni talab qilganligi o'tirg'i qo'yilgan. Biz bu haqda strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram bilan suhbat olib bordik. Assalomu alaykum. Aleyküm ve selam. Doktor Albilan ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Hem rahmet etmez. Doktor bir qancha mavzu bilan suhbatlashadigan. Albilan shu Wang Yi'ninki Turkiya ziyorati bilan to'xtalsak, bu qatim albatta Türk axborotlaridami yoki boshqa Sharq Turkiston Xitoyning tili bilan aytgan vaqtda Sharq Turkiston terroristlari bu kuchlarni bostirib berishni talab qilganligi Turk axborotlarida ko'p ko'rilmagan bo'lsa-mu, ammo Xitoyning axborotlarida ochiq tilga ilindi Sharq Turkiston kuchlarini jiddiy shaklda Wang Yi'ninki mushadagi Turkiyada ko'rishgan rahbarlarga ochiq tilga ilib deganligi. Hatto Turkiyadagi har kuni oqshom aqtigan radiosidami bevosita anglagan bo'ldik hamda mushadagi ko'rishlarda Xitoyninki Turkiyadan talab qilganligi haqidagi. Bu munosabatlarning albatta, yani siz texmi inchiga tafsilotlargacha bilasiz. Shu haqda bundan keyingi Turkiya-Xitoy munosabati nega qarab ketadi, buni bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Türkiye ve Xitoyninki munosabati shu yaqinqi yillardan itibaren bir-birisiga bir ihtiyoç bo'lgan bir munosabat. Xo'sh. Yani bir-birisiga ihtiyoç bo'lgan bir munosabat hamda uzun bir müddet devam kıldı degan ma'no keldi. Xitoy chetdan degan vaqtida Xitoy hozir yurgizayotgan shu İpek yo'li stratejisi var. Buni hamda shu Türkiye bu yolda hem de moyun bir noktada. Hoş. Yani Avrupa ve Asya'nı bağlayan bir noktada. Şunun Türkiye bile eğer de münasebet icari çok kalsa, Xitay'nın ki yüzünün bazıları bile Avrupa bazılarını bağlaş ters de toktaydı. Hoş. Yani birisi şu oturup şarkta bu rayonda hemkarlık kılalaydıgan, şerik bolalaydıgan bir devlet bolsa şu Türkiye buludu. Çünkü kanal olmasa Türkiye demokrasi bir devlet, kanunga karab iş kıldıgan bir devlet bu başka. Hoş. Bir hatırcemlik peyda buludu Xitay için. Yani bir mesele bolsa şu Uygur meselesi. Hoş. Yani Türkiye şu Uygur meselesi de eğer de biz bile hemkarlık kısa bu Türkiye'deki Uygurların ki küçüğünü bir bastıralırsak bu mu bir çoğun bir menfaat yani Xitay için. Hoş. Devletinin ki xavfsizlik bile münasebetlik bir ahval bu. Hem Türkiye taraftan Xitay'a qaraydigan bolsak, Türkiye hem de xalqaradaki çoğun devlet. Hoş. Birleşken Devletlerinin daima azasının ki biri. Ondan başka Xitay hazır iktisat cette çoğun devlet. Yani Amerika'da kalsa ikinci çoğun iktisadi devlet. Ondan başka birinci ticaret gücü bu. Hoş. Dünyanın birinci ticaret gücüge iyi olan bir devlet. İki devlet Xitoyga qarshi birlashdi. Yaponiya bilan Hindiston o'rtasida bugun imzolangan kelishimga qaraganda, Yaponiya atom energiyasi texnikasini taraqqiy qildirishga tirishayotgan Hindistonni atom va harbiy texnikalarga munosabatlik yiqilg'i uskunlar bilan ta'minlashni qaror qilgan. Xalq turmushiga ishlatishni maqsad qilgan atom texnikasi va harbiy texnikalarni Hindistonga setib berish to'g'risida
Yaponiya bilan Hindiston o'rtasida bugun imzolangan kelishimga qaraganda, Yaponiya atom energiyasi texnikasini taraqqiy qildirishga tirishayotgan Hindistonni atom va harbiy texnikalarga munosabatlik yiqilg'u uskunalari bilan ta'minlashni qaror qilgan. Bu kelishim Hindistonda ziyorati bo'layotgan Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe bilan Hindiston rahbari Narendra Modi o'rtasidagi uchrashuvdan keyin imzolangan. Yaponiya dunyoda atom hujumiga uchragan birdan-bir davlat bo'lib, u atom qurollarining kengayib ketishining oldini olish shartnomasiga a'zo bo'lmagan bir davlat Hindiston bilan tunji qatim bu turda kelishim imzolagan. İmzalangan shartnomaga asosan Yaponiya Hindistonga beradigan atom yiqilg'ulariga munosabatlik uskunlarning faqat xalq turmushi va tinchligi uchun ishlatilishi talab qilingan. Kelishimning qo'shimchasi yana agar Hindiston Yaponiya bergan bu atom texnika energiya uskunlari orqali atom siniqi elib borsa, u holda Yaponiyaga to'lam to'laydiganligi eskartilgan. Undan boshqa Hindiston bu kelishimga o'xshash kelishimni 2008-yili Amerika bilan imzolagan bo'lib, buning natijasida Toshiba guruhining Amerikadagi Westinghouse elektr shirkati bilan janubdagi 6 o'rinda elib berilgan qurilish to'g'risida muzokaralarning davomlashayotganligi ma'lum. Xabarlarda ma'lum bo'lishicha, Hindiston atom energiya kuchini 2032-yilgacha oz bo'lganda 10 hassa oshirishni planlayotgan bo'lib, uning Xitoy va Pokistondan iborat atom kuchiga ega bo'lgan qo'shinlardan xotirjam bo'lolmayotganligi ko'rinib turmoqda. İran bilan Xitoy orasida harbiy hamkorlik imzolandi. İranning talab qilishi bilan 3 kundan beri Tehronda elib berilayotgan Xitoy va İran yuqori qatlam hayatlari orasidagi uchrashuvda ikki davlat askariy hamkorligi to'g'risida kelishim imzolangan. İranning talab qilishi bilan Tehronda elib berilgan Xitoy va İran yuqori qatlam hayatlari orasidagi uchrashuvda ikki davlat askariy hamkorligi to'g'risida kelishim imzolangan. İran qurolli qismining boshlig'i Baqari bergan bayonotida Xitoy bilan tuzilgan bu kelishim orqali Xitoy va İran orasidagi strategik munosabatlarni ilgari surish va o'zaro o'rtaq harbiy amaliyotlarni elib berishni maqsad qilganligini bildirgan. Kelishim ikki taraf orasida dushanba kuni İran Davlat mudofaa ministrligi generali Husayn Dahqon va Xitoy generali Chang Wanchuan tarafidan Tehronda imzolangan. Husayn yig'in oxirida axborotga bergan so'zda Eronning Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarda uzoq muddatlik harbiy jihatdagi mudofaa hamkorliklarini rivojlantirishning Eron mudofaa diplomatiyasidagi eng muhim halqa ekanligini, ikki davlat harbiy mudofaa hamkorligi xalqaro va rayon xarakterlik tinchlik, bexatarlik qatorliq masalalarni o'z ichiga olganligini bildirish bilan birga, hozirgi vaqtda boshqa davlatlarning O'rta Sharq davlatlarida yuz berayotgan masalalarga parvo qilmasligi natijasida O'rta Sharq krizisi eng xatarlik bir holatga kelib qolganligini eskartib o'tgan. Husayn Xitoy bilan İran orasidagi o'zaro uchrashish va xodimlarni tarbiyalash to'g'risidagi hamkorlikni muzokara qilish uchun 2014-yil may oyida Xitoyga ziyoratga borgan edi. Germaniya raisi Yaponiyada Xitoyni aybladi. Germaniya raisi Xitoyning rayondagi tajovuzchilik siyosatidan andisha qilayotganligini bildirdi. Kyoto agentligining bildirishicha, Yaponiyada rasmiy ziyorati bo'layotgan Germaniya Cumhur raisi Joachim Gauck Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe bilan bo'lgan uchrashuvdan keyin elib berilgan axborot e'lon qilish yig'inida qilgan so'zda Xitoyning xalqaro sahnada o'z ustunligidan foydalanib elib berayotgan tajovuzchilik siyosatidan bearam bo'layotganligini tilg'alib o'tgan. Sharqiy va Janubiy Xitoy dengizidagi o'zgarishlardan andisha his qilayotganligini bildirgan Joachim Gauck bosh vazir Shinzo Abe bilan rayondagi hozirgi holatning kuch qo'llanish xavfi ostida turayotganligini bildirgan. Shinzo Abe bu axborot e'lon qilish yig'inida Germaniya bilan Yaponiyaning xalqaro yig'inda o'tirg'a qo'yilgan dunyo tinchligi va muqimligiga faol to'hfa qo'shish uchun birlikda ish olib boradiganligini bildirgan. Vazifaga o'ltirgan 2012-yildan buyon tunji qatim Yaponiyada ziyorati bo'lgan Joachim Gauck Yaponiya samoviy podshoh oilasida ziyorati bo'lgan bo'lib, undan keyin Kyotoda ziyorati bo'ladi. Hamda juma kuni Yaponiyaning janubidagi Nagasakiga berib, Ikkinchi dunyo urushida etilgan atom bombasida hayot qolganlar bilan ko'rishdi. Germaniyaning Ikkinchi dunyo urushidan keyin vazifada bo'lgan raislarning hammasi Yaponiyada ziyoratda bo'lib kelayotgan bo'lib, Joachim Gauck'tin ilgariki rais Wolf 2011-yili Tokioda ziyorati bo'lgan edi. Ikkinchi dunyo urushida Amerika Yaponiyaning Hiroshima va Nagasaki orollariga atom bombasi tashlagan bo'lib, buning natijasida 240 ming nüfusga ega bo'lgan Nagasakida 74 ming kishi hayotidan ayrilgan. Minglarcha kishi yaralangan. Portlashdan maydonga kelgan radiatsiya ta'sirida bugungacha o'lgan kishilarning soni 100 mingdan oshadiganligi ma'lum.
Misrdagi namoyishda 130 kishi tutqun qilindi. 11 ayning 11 kuni juma namozidan keyin G'ayriblar harakati nomida Misrda keng ko'lamlik namoyishga chaqirish faoliyati olib berilgan bo'lib, namoyishda ko'plagan kishi tutqun qilindi. 11 ayning 11 kuni juma namozidan keyin G'ayriblar harakati nomida Misrda keng ko'lamlik namoyishga chaqirish faoliyati olib berilgan bo'lib, bu chaqiriqqa ovoz qo'shib ko'chalarga chiqqan xalq ommasi Misr kuchlari tomonidan olib berilayotgan qattiq bexatarlik tadbirlar natijasida qattiq qo'lliq bilan bostirilgan. Hamda har qaysi ko'cha eg'izlariga to'saqlar qurilib, kishilarning yo'l yurishlari cheklamaga uchirgan. Avtobus va poyezdga o'xshagan qatnash vositalarining qatnashimi to'xtatilgan. Manufiya, Bahira, Minya, Suvaysh, Sharqiya qatorliq rayonlardami xalq bu namoyishga faol ishtirok qilgan bo'lsa-mu, lekin Misr kuchlari tomonidan yosh oqquzish bombalari etilib, xalqning namoyish qilishi to'silgan. Xabarlarda ma'lum bo'lishicha, bu namoyish harbiy o'zgarish orqali huquqni qo'liga olib olgan Sisining yaqindan beri Misr iqtisodiga qarata ba'zi iqtisodiy qarorlarni olganligi va bu sabab bilan Misrdagi mol baholarining o'rlab ketishi qatorliq omillarga qarshi elib berilgan bo'lib, namoyish bostirilish jarayonida namoyishga chaqiriq qilgan ijtimoiy taratqular mas'ullari, namoyish yetakchilari va tashkillovchilari shunaqli ba'zi siyosiy yo'llarmi tutqun qilingan. Iskandariya, Qohira, G'izo, Kalyubiya qatorliq cho'ng shaharlarga ko'p sonda soqchilar o'rinlashtirilib, kishilarning sirtlarga chiqib to'planishining oldini olgan. Ba'zi ma'lumotlarda juma kuni Misr Ichki ishlar ministrligi Qayyum shahrida musulmon qarindoshlar tashkilotiga chetish deb qaralgan bir necha kishining uylariga bostirib kirib tutqun qilganligi. Undan boshqa bu tutqun jarayonidagi oqtirishlarda nurg'un portlatqich moddalarning qo'lga tushirilganligi, 5 o'rindagi qurol-yarog' manbasi fosh qilinib, ko'p sonda kishilarning tutqun qilinganligi bildirilgan. Vaqadan keyin Misr diniy ishlar boshqarmasi yangi qaror e'lon qilgan bo'lib, bu qarorda qarshi kuchlarning masjidlarni egallab olishining oldini olish uchun masjidlarni namoz o'qib bo'libla taqash belgilangan hamda qaror e'lon qilingandan boshlabla Misrdagi 120 mingdan ortiq masjid bu qarorni ijro qilishga boshlagan. Namoyishni bosh bo'lib tashkillagan o'rin G'ayriblar harakati nomidagi bir tashkilot bo'lib, bu tashkilotning rahbari Yosir Al-Umda degan kishi juma kuni Misr xalqining umumyuzlik qo'zg'olib chiqib namoyish qildiganligini e'lon qilgan. Natijada Misrdagi nurg'unlagan xalq bu chaqiriqqa ovoz qo'shib ko'chalarga chiqqan. Musulmon qarindoshlar tashkiloti bo'lsa bu chaqiriqni qo'llaydiganligini, Salafiy Nur jamoati bo'lsa qo'llamaydiganligini bildirgan. Berilayotgan xabarlarda ma'lum bo'lishicha, Misrda kishilarning ko'chalarga chiqib namoyish elib berayotganligi va soqchilar bilan ba'zi to'qinishlarning yuz berayotganligi hamda hozirgacha 130 da kishining tutqun qilinganligi ilgari surilmoqda. Hörmətli televizor görüşlər, şuna qılıb bu haftalik istiqlal xəbərləri proqramımız bu yerdə axırlaşdı. Kelar qatımqı proqramımızı görüşküsə sizlərni Cənab-ı Allah tapşırmaz. Şuna qılıb proqram axırda ekran arxasındakı barlıq xidmətdaşlarıma köpdən köp rəhmət etmən. Assalamu alaykum və rahmetullahi taala və barakatuh.